Koreyaga ketayotganda o'quvchilar yo'l qo'yadigan top 3 ta xatolar. Agar vizadan o'tkazolmay desangiz, 3-xatodan albatta ehtiyot bo'ling. Birinchi xato bu YouTube va internetdagi ma'lumotlarga ishonib talaba o'zi hujjat topshirishdir. Bu holatda hujjatlarda adashish, vaqtni qo'ldan boy berish va vizadan rad olish ehtimoli juda katta. Ikkinchi xato Koreyaga til bilmay ketish. Koreys tilini bilmaydigan o'quvchilar ish topishda, o'qishda, umuman Koreya hayotida yashashda to yo'lga tushib olgunlaricha juda qiynalishadi. Shu sababli iloji boricha Koreyaga til bilmay ketmang. Uchinchi eng katta xato bu hujjat tayyorlashda noto'g'ri konsalting firma tanlash. Hozirgi kunda ba'zi bir o'quvchilar yolg'on marketing va arzon narxlarga uchib, tajribasiz va sifatsiz firmalarda hujjat tayyorlatish holatlari ko'p uchramoqda. Natijada vizadan отказ olib, bergan pullari va vaqtlariga kuyib qolishyapti. Sizning maqsadingiz arzon hujjat topshirish emas, Koreyaga ketish ekanligini unutmang. Agarda siz ham yuqoridagi xatolarni takrorlamasdan haqiqiy mutaxassislar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, pastdagi havola orqali Unique Consultingga murojaat qiling. Biz sizga Koreyaga ketishingizda professional yordam beramiz.